Assalamu alaykum, hürmetlik qarindoshlarimiz. Biz bir necha kun burun Uyg'ur musulmonlar asmindagi parlaq yulduzdan birini yo'qotdik. U bo'lsimi ustozimiz Abdulhakimxon Mahsumachim. Ustozimiz vafot bo'lishdan bir kun burun biz bir sorunda o'ltirib islom uchun, musulmonlar uchun nayt yaxshi bir planlarni, suhbatlarni qildik. Ustozimiz bizni shu sorunga chaqirib ekan. Shunda yaxshi o'ltirib, xo'shlashib chiqib ketgan edik. Ertasi ustozimizni o'z qo'llarimiz bilan tuproqqa, qora tuproqqa ko'mib qo'ydik. Bu ish ustozimizni söygen barliq qarindoshlarning qalbida o'chmas bir jarohatlarni qoldirdi. Lekin biz bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allohning hukmiga mutlaq qoyil. Allah subhanahu wa ta'ala har qanday bir ishni hikmat bilan qiladi. Balki Allah subhanahu wa ta'ala ustozimizni bizdan bak yaxshi ko'rib o'z dargohiga aketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ustozimizga Allah subhanahu wa ta'aladan jannatul firdavsini so'raymiz. Ustozimizning oilasiga Yaqub alayhissalom qanday sabr bergan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tugab ketgan vaqtida sahobalarga qanday sabr ato qilgan bo'lsa, shundoq sabr ato qilishini so'raymiz. Hamda qarindoshlar, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Umar radhiyallohu anhu ga "Ey Umar, o'limdinmi bak cho'ng nasihat yo'q" degan. Ya'ni biz hammamiz bir nasihat anglab, shu nasihatdan o'zimizning to'g'ri yo'lini tepib olishni arzu qilamiz. Shu nasihatlarning ba'zilari qalbimizga ta'sir qildi, ba'zilari ta'sir qilmaydi. Ammo Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam deydi, bir nasihat anglashni, nasihatni yaxshi ko'radigan inson uchun o'limning oldiga o'tadigan bir nasihat yo'q deydi. Hamda ustozimizningki vafotidan o'zimninki mushu olgan nasihatimni sizlar bilan bir o'rtoqlashay deb mushada o'ltirdim qarindoshlar. Hamda mushu birinchi nasihat bo'lsa qarindoshlar, birinchi nasihat bo'lsa, biz hammamiz Allah subhanahu wa ta'alaning oldiga bordiganligimizni faqat unutib qolmaylik qarindoshlar. Mayli men bo'lay, mayli siz bo'ling, chuqum Allohning oldiga hamini bir kuni. Balkim men burunroq boraman, siz keyinroq borasiz. Mahsumachim ham bizning oldimizda ketibdi. Faqat Allohning oldiga bordiganligimizni unutib qolmaylik qarindoshlar. Hammadan bordi. Qani shu zolimlar, bizga zulm qilayotgan zolimlar nocho'si bormisin? Qani bizni mush Xitoylarga setiyotgan, mush chet ellar turib musulmonlarning axborotini pul uchun setiyotgan, musulmonlar ko'chada ketib qolsa rasm tortib kofirlarga yo'llab ayaga olgan chog'da bechora musulmonlarni avora qilib ziyon uchirtayotgan ey maxluqlar, sen Allohning nochi bo'lsang Allohni aldarkanman. Agar aqlliq bo'lsang, tövbe qilib vaqtida qilgan qilmishingdan yon. Canım qarindoshlar, hammamiz Allah subhanahu wa ta'alaning oldiga bordiganligimizni unutib qolmaylik. Eng aqlli inson, yer sharidagi eng aqlli inson kim u desanglar, o'zining Allohning oldiga berib hisob berdiganligini unutmay yashagan musulmon. Bu eng aqlli inson. Ali radhiyallohu anhu shunday deydi qarindoshlar. Agar arshi a'lo yerilib Allah subhanahu wa ta'alani o'z ko'zim bilan ko'rsam, imonim ziyod bo'lib qolmaydi. Agar ata o'lisan degan xabar men kelsa, mening biray yaxshi amalim ortiq bo'lib qolmaydi deydi. Bunda degan nima? Ya'ni mening imonim Allohni ko'rganda o'xshash. Shuning uchun Allohni ko'rsam imonim eshib ketmaydi mening. O'xshash mush holatda.
Agar at ölüsen desa mening nomi amal, yaxshi ishlarim ovuq qolmaydi degani, mening qo'limdan kelishicha davomli o'lib ketadigan holatda mush yaxshi ishlarni toqatning yetishicha qildim. Min ölsen desimi onundan artık kılamama şu derecede kılıp yaşavatım deb ölümüge muşundaq tayyar halatda yaşavatqanligini bizga deydi qarindoshlar. Shuning uchun biz Allah subhanahu va taolo bilan uchrashadiganligimizni unutmaylik. Biz ma'lum vaqtdan iborat qarindoshlar. Men 42 yoshga kirgan bo'lsam, men ölüm taraf ketib og'ili 42 yil bo'ldi degan gap. Yani bir adam 42 yıl bir yere ketib olsa, demek bunun menziliga az qolganligini bildirmay, nimani bildirdi qarindoshlar? Hammamiz onamizdan tug'ilgandan tortib o'lim tarafga Alloh bilan uchrashga safar qilyapmiz. Shuni payg'ambar alayhisalom bu hayotlikni bir safar degan. Vaqtlik bir safar degan. Shuning uchun mush Alloh subhanahu va taolo alloh berib hisob berdiligimizni unutmasligimiz kerak. Biz dedik, biz vaqtdan iborat edik qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ma tazala qadama abdin hatta yus'al an arba'a dedi. Qiyomat kunsi mahsharga maydoniga tunji qadamini qo'ygan chaqda Alloh subhanahu va taolo 4 narsani so'raydi. Shuning birinchisi vaqt dedi. Vaqtingni qanday o'tkazding deydi qarindoshlar. Allohning oldiga berishni davomli uchirishni o'ylab turgan musulmon o'zining vaqtini zoya qilmaydi. Shuning uchun menimki deydig'ini o'zimizningki vaqtini yaxshi o'tkazaylik. Alloh bilan uchrashimiz qarindoshlar. Unda bo'lgandan keyin qalbimizni isloh qilaylik, ichimizni isloh qilaylik. Ichimizda musulmonlarga nisbatan gumonxo'rlik, ko'ranmaslik, o'chmanlik, dushmanlik, saxtipazlik musulmonlarga nisbatan mushunda har bir narsani ichimizni isloh qilaylik. Bizning ichimiz isloh bo'lsa, teshimizni isloh qilishga Alloh o'zi yetadi. Biz qarindoshlar oxiratimiz uchun tirishaylik. Bizning g'amimiz oxirat bo'lsa, bu dunyoga Alloh yetadi. Biz Alloh bilan bo'lgan aloqamizni yaxshilaylik qarindoshlar. U dunyo, bu dunyo bizni baxtli qilishga Alloh yetadi. Ikkinchi mushu ustozimiz Maqsim hojimninki o'limdan olgan ikkinchi nasihatim qarindoshlar. Biz o'zimiz birga yashayotgan atrofimizdagi kishilar bilan aloqamizni yaxshilaylik qarindoshlar. Asli dinning maqsadi shu. Dinning ikki asosli vazifasi bor. Birinchisi bir insonni Alloh bilan bo'lgan aloqasini sistemlashtirdi, qonunlashtirdi. Shuni o'ngshaydi, shuni nizomlashtirdi qarindoshlar. Yani bir adam Allah subhanahu wa ta'ala ve Allah subhanahu wa ta'ala'nı yakından tanıp Allah itaat kılsa o dünya bu dünya baxtlik buldu. Bu İslam'ın birinci vazifesi insan bilen Allah'ın alakasını kanunlaştırış olsa, İslam'ın ikinci vazifesi insan bilen insanın alakasını kanunlaştırış. Şunda boğan iken biz etrafımızdaki adamlar bilen boğan alakamızdan kayıtıdan tekşirip çıkaylı. Meyli ata-anam bolsun, ayalım bolsun, yolduşum bolsun, dostlarım bolsun, hizmetdaşlarım bolsun, ustazlarım bolsun, bu insanlar bilen bo'lgan aloqamizni yaxshilaylik qarindoshlar. Nima uchun degan vaqtda biz nurg'unlarimiz atrofimizdagi o'zimizga qimmatli bo'lgan nihoyat muhim insonlarni qadr yetmaydi ekanmiz emasmi? Men bir yerda o'tirsam, Maqsim hojim hushidan ketdi degan xabar keldi. Men bu Maqsim hojimning tugab ketishini faqat tasavvur qilmagan qarindoshlar. Lekin dastlab men kelgan xiyol agar Maqsim hojim tugab ketib qolsa, Maqsim hojim hayotimiz bo'lmay qolsa, nim bo'shliqlarni qoldirib ketar, nim bo'lib ketadi deb o'ylab men xuddi to'ksiq o'tgan odamdek cho'chib ketdim qarindoshlar. Shunga o'xshash har birimizning hayotida mushunday shaxslar bo'ladi. Biz hazır qadr qimmatini bilmay, karımız bulmay, hatta bazılarımız ayollarımızdan xapolab, bazılarımız ərlərimizdən xapolab, bazılarımız xoşnumuzdan xapolab, bazılarımız ustazlarımızdan xapolab, bazılarımız bizi qobandarlıq qıvatqan, bizi yetekçilik qıvatqan liderimizdən ağırınıb жүрген buluşumuz mümkün. Lekin hey qarindoshim, sen şu insanı üzerinin hayatıda yok insanın qıpaq, şu çağda o insanın ne kadar sen üçün qimmat ekanligini bilasan. Biz ustozimizni qadri shunday yetdik qarindoshlar. Shuning uchun ustozimiz ketdi. Biz Abduqodir Damollamni o'zimiz o'ltirib 50 yildan yig'ilgan insonlar biz shu. Shuning uchun hozir
Etrafında bar bolgan özüňe kymmetlik aş adam hayatyny bulmasa, meýli siyasi hayatyň bolsun, ijtimai hayatyň bolsun, ailevi hayatyň bolsun, ijtimai turmuşunda şu adamny ýok tasawwur qıpaq. Şu adam bulmasa hayatında qonçilik bir boşluk payda bolady eken. Demek şu boşluknyň hajmy senin şu insanyň hayatyndaky kymmetini belgileýdi qarandyşym. Şuning üçin şu etrafımızdaki bar bolgan kişilerninki qadr qymmatini bileýli. Bulupmu ularninki hissiyatyga hürmet kılaylı, ularninki abroyga, izzet abroyga til tekkizmeyli qarindaşlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman diyen kim olsa, Müslüman diyen yani bir Müslüman onun tilidin ve kuludin salamet qas andiki Müslüman. Bizning tillerimizden Müslüman salamet qasa Müslüman bulumuz. Kulumuzdan şularning mal mülkiye, şularga eziyet vermesek Müslüman bulumuz. Eğer bizning tilimizden, kulumuzdan yani bir Müslüman salamet kalmasa İslam'da dava kılıp Kur'an'ı yavasak, içivasak biz Müslüman emas qarindaşlar. El menil muslim. Peygamber Aleyhisselam'dan sahabeler sorudu. Müslüman diyen kim olursa el muslim men selim el muslimunu min lisani ve yedi. Müslüman yeni bir Müslüman senin kol ve til eziyetinden saklansa dedi. Şunun için biz şu ikinci nasihatim etrafımızdaki qarindaşlarını qaytadan alaqamızdan bir tekşürüp çıkıp ularning qadr qimmatini bilay. Endi bu etrafımızdan qadr qimmatini bilay deganlik, mesela bizning diniy ustozlarimiz var, nurg'un fanniy ustozlarimiz var, siyosiy liderlarimiz var. Shularning qadr qimmatini qanday bilamiz? Shularning qilayotgan chaqiriqiga ovoz qo'shish, shularga hamdamda bo'lish, shularni yo'qlab turish, shular bilan bir yangdan bir yoqdan bosh chiqarib, bir yangdan qo'l chiqarib, bir yoqdan bosh chiqarib, shularga hudi shularning qadr qimmatini bilish. O'lib ketganga voy ustozimiz o'lib ketdi deb o she'r o'qib naqsh o'qimdan bir narsa kelmaydi ki qarindoshlar. Mening nasihatim shu. Üçüncü nasihatim qarindoshlar. Men dedim ya, hayotda qimmatli ekan. İnsan ma'lum vaqtdan iborat ekan dedim. Endi bunda bo'lgan ekan, bir inson mosh o'zining qilayotgan kasbiga, xizmatiga bak ko'ngil bilish kerak ekan. Chunki shunda o'lsak ham hamma narsa nol, tugaydi ekan qarindoshlar. Qilolmaydi ekanmiz. Shuning uchun mosh kasbimizga. Birinchisi kasb. Sening halol rizq yeydigan bir ishing, yo'ling bu. Buni ching tut. Hammamiz kasbimizga ahamiyat beraylik. Bizning musulmonlarchida qo'lidan ish kelmaydigan inson qamısan qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhu shundaq deydi. Mening oldimga bir odamni anda taqvo, manda taqvo deb maqtab akiladi. Shundan men bu odamdan siz nima ish qila olaysiz desam, hech ish qilmayman deydi. Nazarimdan tushib ketdi dedi. Demak, Umar radhiyallohu anhuning nazaridagi taqvo musulmon qo'ldan ish qiladigan, musulmonlarga has qo'shalaydigan, islomga has qo'shalaydigan, musulmonlarga manfaat yetkazadigan, musulmonlarga yuk bo'lmaydigan musulmon mana haqiqiy taqvo musulmon qarindoshlar. Taqvoda masjiddan chiqmay, islomga yuk bo'lgan musulmon taqvo emas. Hem mesela bazı şarait, mesela ya ki o adam tuğulğandığında meyip tuğuluptu, ya ki ticaret fakat ahmay ziyan tarif kitipti, iş kılıp, ma'lum sebeplik Müslümanlığa kol sunup kalsan meyli. Ama sen uğurlu kılıp Müslümanlığa kol sunup, kulundan şarait durup bir nas ügenmey, üzerine terakki kıldırmay, Müslümanlığa yük olsan sen mengo takva Müslüman emez. Şunun için qarindoshlarimiz şu kasbimizga hammamiz bilamiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Davud aleyhisselam o'zininki qon teridan kelgan rizqini yeydi. Bu eng yaxshi rizq deb Rasululloh maqtagan. Allah subhanahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte İnnallâhe yuhibbul muhtarifin. Allah kasb ehlini yaxshi ko'radi degan. Biz bir narsa ügünüp, şu kasbimizga ko'ngil bo'lib, şu kasbimizni taraqqiy qildirish qarindoshlar. Hey, bizningki bugunimiz cho'qim tunugündan yaxshi bo'lmaydi. Etimiz bugünden yaxshi bo'lmaydi. Bunda deganlik bir musulmon davomliq o'zini taraqqiy qildirish. Mulla bo'lsang davomliq mushu diniy sohada yangiliklarni buni bilib turishing kerak. Doktor bo'lsang doktorlik sohasida yangiliklarni bilib turishing kerak. Hunavan bo'lsang bu hunavan taraqqiy qilib zamonaylashib, niyatda buni bilib o'zing taraqqiy qildirishing kerak. Mana bu islom, mana bu din, mana bu musulmon. Biz bu sizlarga bu nasihatni qilaman qarindoshlar. Eng oxirgi nasihatim bo'lsa, nurg'ullarimiz bak ko'ngil bo'lib ketmaymiz. U bo'lsa-mu har bir musulmon o'zining sog'lomligiga ko'ngil bo'lish qarindoshlar.
Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte El mu'minul kaviyyu ahabbu ilallahi minel mu'minid zayıf dedi. Küçülük Müslüman, aciz Müslümandan Allah'a suyumluk dedi. Yani küçülük degenden bedellerimiz küçülük, sağlam boğan Müslüman degen boldu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve inne lecesedike aleyke hakka bedeninin senin üstüde hakkı var deydi. Yani şu hakkı bedenini sağlam tutuş kardeşler. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge tamakni az yep, hareketini köp kılıp, şuna ama sağlamlıkka, sağlıkka acayip ehmiyet verişini. Namaz tamaktan burun kulunucu, yap boğan eken kulunucu, çişini pakiz çotkula. Hepti de Müslüman bolsan, ahiret iman etsen, hepti de az boğanı bir kıtım jun. Muşundak hadislerini aldan bolsak, pakizlik imanın cümlesi. Muş hadis ayetini okuydan bolsak, İslam dininin sağlıkını sağlaşka, yani sağlıkının aldın, sağlamlıkının aldın elişka ne kadar köngül bilgen. Ne bilimiz, anından kelip, bizden sağlamlığımız bulmasa, Allah bilan yaqin buluş, ibadatni yaxshi qilolmaymiz. Atrofimizdagi kishilar bilan aloqamiz yaxshi bo'lmaydi va kasbimizni yaxshi qilolmaymiz. Nurg'un jihatda yaxshi bo'lolmaymiz. Shuning uchun mush 4-chi qilgan nasihatim qarindoshlar, sog'lomlikqa ahamiyat beramiz. Ya'ni birinchisi, mush darsdagi asosli maqsadim har bir musulmon o'limiga tayyordir. Alloh bilan bo'lgan aloqani tekshirib chiq. İkincisi, etrafındaki boğan kişiler bilen alakaını qaytadan tekşirip çıkıp, etrafındaki kişilerine kadirle. Üçüncüsü olsa, kesbinge köngül böl ve terakki kıldı. Dördüncüsü olsa, sağlamlıkın köngül böl. Muşşu kardeşler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.